Yaxshilik izlab loyihasini birinchi ishtirokchisi, ya'ni birinchi yaxshilik qilingan insoni Bekzod ismli bitta bolakay edilar. Esimda, haligacha esimda. U bolani ko'zlarida shunday dardni ko'rsangiz bo'ladi, videoda ko'rsangiz. Otalari yo'q. Ularni orzulari bor edi, elektronniy samokat. Bizni shu arzimas sovg'a, elektronniy samokat sovg'a qilganimizda bu bolakayimizni emotsiyalari, xursandchiliklari, shunchaki tushuntirib bera olmaydigan hissiyotlarini ko'rib, "Vau" degan edim. Va kechqurun bilan o'yladim, nimaga biz bu loyihani katta qila olmaymiz? Katta jamoa bo'lib davomiy qila olmaymiz? Yo'q, qila olamiz, inshaalloh. Va biz shunga qaror qildik. Biz bu loyihani kengaytiramiz. Va sizlarga o'zimni tanishtiraman. Meni ismim Abdulboriy Umarov, Yaxshilik izlab loyihasini asoschisi. Biz bu loyihani boshlaganimizga 1 yildan oshdi. Bugun kungacha nimalar qildik? 4 ga yaqin insonlarga uy sovg'a qildik. 100 ga yaqin bolalarni operatsiyasiga yordam berdik. 10 ga yaqin insonlarni chet davlatda operatsiyalarni o'tkazishga nima deydi? Sizlar bilan birgalikda ularga ham yordam qildik. Va bugungi kunda bizni holatimiz qanday? Ya'ni yaxshilik izlab rasmiy va qonuniymi yo'qmi? Ya'ni bugungi kunda yaxshilik izlab loyihasi davlat miqyosida rasmiy va qonuniy xayriya jamoasi bo'lib o'z ish faoliyatini yurgizadi. Biz kimlarga yordam beramiz? Tanasida nuqsoni bor, yetim, miskin, haqdor, haqiqiy haqdor insonlarga sizlar bilan birgalikda, ya'ni xalqimiz bilan birgalikda yordam beramiz. Bizni bitta oila bo'lsak, bitta katta jamoa bo'lsak, inshaalloh hali yuzlab, minglab insonlarga yordam qila olamiz. Sizlarni ham Abdulboriy Umarov Yaxshilik izlab oilasida kutib qolaman. Obuna bo'lishni unutmang. Hali bitta oila bo'lib, ko'plab insonlarga yordam qila olamiz. Hammanglarni Abdulboriy Umarov Yaxshilik izlab YouTube oilasida kutib qolaman. Obuna bo'lishni unutmang. Inshaalloh birgalikda hali ko'plab ishlar bizani kutyapti. Bir oila bo'lib, bir jamoa bo'lib, bitta yelka, bitta kuch bo'lib, ko'plab ishlar, ko'plab yaxshiliklarni birga qilamiz. Hammanglarni kutib qolaman. Hammaga rahmat.